4-fasl. Mulla Husaynning Tehronga safari. Hazrati Bobning so'zlaridan ruhlangan Mulla Husayn Isfahonga yo'l oladi. U yo'lda uchragan odamlarga hech bir ikkilanmay Hazrati Bobning nomalarini tarqatadi. Mulla Husayn bir paytlar bu shaharda olim Said Muhammad Bakirning yordami bilan Said Kozimning topshirig'ini muvaffaqiyat bilan bajargan edi. O'sha olim Mulla Husaynning bu safarga kelishiga qadar vafot etib, o'rnini o'g'li egallagan ekan. Mulla Husaynni birinchi tashrifi paytida kamsitmoqchi bo'lgan, ammo bunga erisha olmagan. Said Muhammad Bakirning shogirdlari endi uning o'g'li oldida Mulla Husaynni qoralamoqchi bo'ladilar. Ular Mulla Husaynni yana ko'rganlardan xursand emasliklarini aytibgina qolmay, avvalgi tashrifi paytida Said Muhammad unga homiylik qilgani uchun u bilan bahs qilmaganliklarini aytib, endi u ruhi va harfi bilan Qur'onga teng Alloh kitobining elchisi kelganligini aytib, mutlaqo toqat qilib bo'lmaydigan bid'atni targ'ib qilmoqda deyishadi. Ustozlari esa o'zidan ko'ra ilmliroq va mashhurroq bo'lgan otasi Mulla Husaynning so'zlari haq ekanligiga ishongan bo'lsa, unga qarshi chiqishga haqqi yo'qligini aytib, shogirdlarning nosamimiyligidan xafa bo'ladi. Said Muhammad Bakirning o'g'li shogirdlarga navbati bilan Mulla Husayn aytganlarini rad etib, nohaq ekanligini isbotlashini so'raydi. Hech narsa qila olmasliklariga ko'zi yetgan shogirdlar boshqa allomaga murojaat qiladilar. Biroq u ham ularning o'zlariga tanbeh beradi. Shundan keyin ular Isfahon hokimi Manuchehurxonni o'z tomonlariga ag'darishni niyat qiladilar. Ammo diniy ulamo ularga shahardagi osoyishtalikni buzmaslik uchun Manuchehurxonga murojaat qilishdan o'zlarini tiyishni buyurib, bu ishni din ulamolariga qo'yib berishni maslahat beradi. Shundan keyingina Mulla Husayn o'z ishini xotirjam davom ettiradi. Isfahondagi bir qator ziyoli kishilar Hazrati Bobning amrlarini qabul qiladilar. Bular orasida Munira xonimning otalari va keyinchalik Hazrati Bahoulloh tomonlaridan Ismulloh ul Asdaq ismi berilgan diyonatli kishi ham bor edi. Ismulloh ul Asdaq Said Kozimning shogirdi bo'lib, so'nggi 5 yildan buyon Isfahonda yashab, odamlarni yangi zuhurni qabul qilishga tayyorlayotgan edi. U Mulla Husaynning shaharga kelib, yangi xabarni e'lon qilayotganini eshitishi bilan uning huzuriga otilib kelib, va'da qilinganning ismlarini aytishni so'rab yolvoradi. Mulla Husayn bunga ijozat berilmaganligini aytadi. Buni eshitgan Ismulloh ibodat va ruhiy mushohadaga berilish maqsadida xilvatga kiradi. Mushohada paytida birdaniga ro'parasida bir yigit paydo bo'ladi. Bu yigitni Karbaloda namoz paytida ko'rgan edi. Yigit Ismullohga qarab jilmayadi. Ismulloh yigitning oyog'iga bosh urishga tayyor ham ediki, ro'yo g'oyib bo'ladi. Ismulloh quvonchdan ko'zlari chaqnab, Mulla Husaynning huzuriga yuguradi. Mulla Husayn esa o'z o'rnida Ismulloh o'z orzusiga yetishganini tushunib, uni shodlik bilan kutib oladi. Mulla Husayn Ismullohga xabarni Kirmonga olib borishni, keyin esa Sherozga borishni buyuradi va o'sha yerda ular Mahbubga qo'shilajaklarini aytadi. Mulla Husayn Isfahondan Koshon va Qumga borib, nihoyat Tehronga yetib keladi. Hazrati Bobning ko'rsatmalariga amal qilib, Mulla Husayn hamma joyda barchaga xabarni e'lon qilib boradi. U Tehronda marhum Shayx Ahmad shogirdlarining yangi ustozi qoshiga boradi. Ammo u odam Mulla Husaynning so'zlarini o'qmaydi va zuhur xabarini qabul qilmaydi. Ustiga ustak mullani Shayx Ahmadning muridlariga xiyonat qilishda ayblaydi. Tehronda yashagan paytida Mulla Husayn har kuni saharda xonasini tark etar va kun botganidan keyingina qaytar edi. Mulla Husayn bilan madrasada o'tkazgan uchrashuv paytida haqiqatni rad etgan shahar mushtahidining bir o'spirin shogirdi bo'lib, Shayx Ahmad va Said Kozimga bu o'spirin yigitchaning ixlosi baland edi.
Bu yigitcha tasodifan ustozining Mulla Husayn bilan o'tkazgan munozarasini eshitib qoladi va unda Mulla Husayn bilan ham suhbat bo'lish ishtiyoqi tug'iladi. U ustozining Mulla Husaynga nisbatan kalon dimoqlik bilan qilgan qo'pol muomalasidan ranjiydi. Kech tunda yigit Mulla Husaynning xonasiga keladi-da, dilidagi bor gapni ochadi va Hazrati Bobning zuhurlarini qabul qilib, haqiqatni tan oladi. Mulla Husayn yigitchaning ustozi bundan norozi bo'lishini bilsa ham, undan o'zi haqida so'zlab berishni so'raydi. Yigitchaning Tehron yaqinidagi Nur viloyatidan ekanligini eshitib, Mulla Husayn undan ezgu xislatlari, nazokat va zakovati bilan tanilgan Nurlik Mirzo Buzrukning oilasidan biron kishini tanish-tanimasligi bilan qiziqadi. Yigitcha u yerda Mirzo Buzrukning taqvodor, mehr-shafqatli, oliyjanob otaning oliyjanob farzandi desa arziydigan to'ng'ich o'g'li yashashini aytganida, Mulla Husaynning yuzi yorishib ketadi. U kambag'allarga yordam beradi. Bechoralarni yupatadi. Ochlarni to'ydiradi. Uning ismi Husayn Ali. U 28 yoshda, deydi yigitcha. Mulla Husayn sabrsizlik bilan yangidan yangi savollar berar va har bir javob unga cheksiz maroq bag'ishlar edi. Mulla Husayn yigitchadan o'sha kishi bilan shaxsan o'zi tanishmi yoki yo'qligini so'raganida, u ha deb javob beradi. Shunda Mulla Husayn bir parcha matoga o'ralgan qo'lyozmani olib, keyingi tongda bu omonatni o'sha kishiga yetkazishni iltimos qiladi. Bu zot Hazrati Bahoullohning o'zlari edilar. Navqiron shogird bu iltimosni bajarishga bajonidil rozi bo'ladi. Keyinchalik bu yigitcha Hazrati Bahoulloh bilan bo'lgan uchrashuv tafsilotlarini jonli tasvirlab, bunday deydi: Men Hazrati Bahoullohning uylariga kelib, darvoza oldida ukalari Mirzo Musoni uchratdim va u kishiga nima uchun kelganimni aytdim. U kishi uyga kirib ketib, tezda qaytib chiqqanlarida meni ichkariga taklif qilib, Hazrati Bahoullohning huzurlariga olib kirdilar. Hazrati Bahoulloh bizni o'tirishga taklif etdilar. Nomani ochib, unga ko'z yugurtirib chiqdilar va undan ba'zi lavhalarni ovoz chiqarib o'qiy boshladilar. Men ul zotning shirali va jozibador ovozlaridan rohatlanib o'tirar edim. Ul zot sahifani o'qib bo'lgach, ukalarga yuzlanib so'radilar: Muso, siz nima deysiz? Men haq aytamanki, kimki agar Qur'onga ishonsa va uning Alloh tomonidan nozil etilganligini tan olsa-yu, bu oliy kalomning hayotbaxsh qudratiga bir lahza bo'lsa ham shubha qilsa, demak uning ko'zlarini g'aflat bosib, haq yo'ldan adashgandir. Hazrati Bahoulloh bu borada boshqa hech narsa demadilar. Hazrati Bahoulloh xayrlashar ekanlar, Mulla Husaynga minnatdorchilik va muhabbat belgisi sifatida bir bosh urus qand va bir o'ram choy eltib berishni topshiradilar. Men o'rnimdan turib, Mulla Husayn tomon oshiqdim. Cheksiz quvonch va shodlik bilan to'lgan holda unga sovg'a bilan Hazrati Bahoullohning maktublarini topshirdim. U kishi qanchalik quvonch bilan bularni mendan oldi. U kishining tuyg'ulari chuqurligini tasvirlash uchun menda so'z yetishmaydi. Mulla Husayn o'rnidan turib, ta'zim bilan mening qo'limdagi tuhfani oldi va uni ehtiros bilan o'pdi. Keyin meni bag'riga bosib, meni ko'zlarimdan o'pib duo qildi. Mening otashin aziz do'stim, sen mening yuragimni quvonchga to'ldirganing kabi, Alloh sening ham yuragingni bitmas tuganmas shodlik bilan to'ldirsin va abadiy baxt ato etsin. Yigitchani Mulla Husaynning bu harakatlari ajablantirdi. Chunki bu dunyo dabdabasi va zeb-ziynati Mulla Husayn uchun hech narsaga arzimaydigan narsa bo'lgan bir paytda, Hazrati Bahoullohning sovg'alari nima uchun uni bunchalik quvontirib yuborganini tushunib yeta olmasdi. Mulla Husayn Tehrondan ketar ekan, yigitcha bilan xayrlashib, unga tayinlaydi: Neki ko'rgan va eshitgan bo'lsang, uni hech kimga ishonma. Bu sir sening ko'nglingda qolsin. Ul zotning ismlarini oshkor qilma. Zero
ul zotning oliy martabalariga hasad qilayotganlar ul zotga zarar yetkazishdan toymaydilar. Mushohada va ibodat qil, toki qodir Alloh ul zotni o'z hifz-u himoyasiga olsin va ul zot orqali xo'rlanganlarni qo'llasin. Faqirlarni boy qilib, zalolatdagilarni mag'firat qilsin. Ashyolar siri bizning nigohimizdan pinhondir. Bizning burchimiz yangi kun kelganidan xabar berish va bu ilohiy zuhurni hamma odamga yetkazishdir. Bu shaharda ko'plar mana shu yo'lda o'z qonlarini to'kadilar. Ammo bu qon Alloh daraxtini sug'oradi. U gullaydi va uning soyasida insoniyat panoh topadi.